Biz Farg'onadagi legendariy pirojxonaga keldik. Bu yerda 5 so'mga pirojka yeyishingiz mumkin. Haqiqatan ham 500 so'mga yozib qo'yishibdi. Sosikaligi 1,5 so'mdan ekan. Mirzaxon gulmaysizmi? Ichiga nima solisharkan o'zi? Bundan solinishini biz siz yegiz kelmay qoladi. Shu ikkalamiz obedimiz 11 ming bo'pti. Sovussiz bo'larmidi bu narsa faqat kampir yeb olganda? Oling endi Oybek aka. Agar bir oy shunaqa obed qilsak, sochni boyib ketamiz. Lavarxon qilyapti. Jimkina. Shiri topilmadi. Alo. Restoranda. Bu joyda pirojkalar 500 so'mdan, gumba somsalar 1,5 mingdan ekan. 10 mingga tizza bo'yi yeb charqib ketsangiz bo'ladi ekan. Lekin arzon, ko'rimsiz joy bo'lganidan bu joydan odam arimaydi. Bunisi ikkinchi legendarniy joyimiz. O'sha mashhur Farg'onadagi yupqaxona. Bitta birinchilar 3 ming, birinchilar 3,5 mingdan ekan. Kofelari 3 mingdan ekan. Shunda yupqaxona? Birinchi yupqada. Bu joy ochilganiga ancha bo'lgan ekan. Qachon ochilganini o'zlari ham bilishmas ekan. Siz bilasizmi qachon ochilganini? Kommentariyaga yozib keting. Bu joyda ikkalamiz obedimiz 19 mingga tushdi. Ish vaqti ertalab 6 dan shomgacha ekan. Kofesdan bog'chamizdagi kakavon ta'mi kelar ekan. Nimani ta'mi? Siz qayerdan bilardingiz? Siz bu joylarga kim bilan kelgansiz? Kommentariyaga yozib keting. Aytgancha Dilfuzaxon bilan olgan videomiz yoqdimi? Like, kommentariy yondirib tashlaylar. Ba'zi odamlar kiyim olsin deyman-da.